Hech o'ylab ko'rganmisiz, PUBG Mobile O'zbekistonda yaratilganda hozir qanaqangi ahvolda bo'lardi? Aynan shu savolga ozgina ko'tinglarni qisib tursalar, Jijimyan o'zi javob beradi. Unga dov like bilan podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Birinchi navbatda o'zgaradigan narsalar albatta personajlar bo'lardi. Ya'ni Ahad qo'yimda ideyasiga ko'ra, Vektorda o'rniga qishda qor so'rasizdan bermaydigan qaynota, Sarani o'rniga bo'lsa tuxum pishirishni bilmasdan xo'rlangan kelin, oxirida bo'lsa kanashda cho'moqli tishlashdan quturib qo'ygan qaynona ham bo'lardi. Keyingi o'zgaradigan narsamiz bo'lsa, bu kanashda shodlik parki bo'ladi. Faqat bu safar ichidagi dizaynlar emas, balki nomlari ham o'zgaradi. Masalan, Magic City bir gap bilan aytganda o'zi katta bo'lgan bilan miyasi michani po'qishchalik ham chiqmaydigan bolalarning uyi. Aytgancha shodlik parkimizda O'zbekistondagi eng mashhur reperlarimiz ham bor. Agar ularning qo'shig'ini eshitmagan bo'lsangiz, siz O'zbekistondagi eng baxtli insonsiz. Va nihoyat eng oxirgi o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa bu albatta mashinalar. Ya'ni bilsanglar, PUBG ichidagi hamma transportlar benzinga haydaladi. Bu degani pizdesli katta rasxod degani. Demak, nima qilish kerak? Hammasini orqasiga gaz bilan qo'yish kerak. Ana endi hamma narsa o'ta-mo'tadil tarzda bo'ldi. Agar sizlarga ishonchli akkaun savdo kerak bo'lsa, albatta diktator mini selda tavsiya qilaman. Yana bu akkaun savdoda Telegram kanalida istab o'tirmanglar. Chunki fejklari juda ham ko'payib ketgan. Shuning uchun ham faqatgina biyonda turgan silka orqali o'tib olishlari mumkin. Bu videoni yasash uchun siz o'ylagandan ko'ra anchalik ko'p vaqtimni sarfladim. Shuning uchun ham bitta like bilan podpiskani bosib ketsangiz, xursand bo'lib qo'yadi. Hammanglarga oldindan rahmat.